Asosiylarni yo'q qilgan hukmdor bu Chingizxonning o'g'li, Tulixonning o'g'li, ya'ni Chingizxonning nabirasi Xulaguxon bo'ladi. Xulaguxon o'sha Chingiziylarning eng o'sha ulug' bir sarkardalaridan ham hisoblanadi. Salkam 2 asr Yaqin Sharqni terror bilan ushlab turgan o'sha hashoshiylarni butunlay tormor qilib, butunlay supurib tashlagan odam mana shu Chingiziy Xulaguxon bo'ladi. Qoyil qolish kerak. Mana shu Xulaguxon haqida Azizbek Chingizxon o'sha bu Chingizxonning nabirasida Qubilayxon bilan Xulaguxon ikkalasi yosh bola bo'lgan paytda Chingizxon ularga o'sha barmog'ini nima qiladi, o'ynaydi endi kichkina bolalar bilan. Shu paytda aytishlaricha Xulaguxon haligi Chingizxonning barmog'ini sal bo'lmasa yulib olay degan ekanman. Shunda aytgan ekan, haligi bu yaramas bolacha, bu meni barmog'imni ichdan chiqaray dedi. Ya'ni yulib oladi joyida. Mana Xulaguxon haqiqatan ulug' bir sarkarda edi.